Nodati Minecraft isimlari. Blockcraft 3D. Minecraft 2D o'yin bo'lgani uchun bular 3D o'yin yaratishgan. Blockcraft Master uzr. Master Blockcraft. Block Crazy Robo World Web 3D. Bu ham 3D o'yin ekan. Uzr, sal chalg'ib salomlash esimdan chiqib ketdi. Yo, what's up, nigger, boboylar. Hammaga salom, Minecraftchilar. Bugungi videomizda Minecraftning top 4 ta fake'larini ko'rib chiqamiz. Yokida klonlarni desa ham bo'ladi. Bunaqa klon emas, bunaqa klon. Bilamizki, Minecraftning klonlari nima sababdan chiqishini. Minecraft Play Marketda pullik bo'lgani uchun klonlar chiqqan. Mayli, sizlarga 2 soat gapirib mazgiylarni minus qilish niyatim yo'q. O'sha uchun videoni boshlaymiz. Bizning birinchi o'yinimizda bu mini Blockcraft o'yini. O'yin versiyasi 83.5.2. Oxirgi yangilanish 2025-yil 19-martda kelgan. Yuklanmalar soni 100 millionta. Android 5.0 versiyadan boshlab ko'taradi. O'yinni yaratgan kompaniya Startos Mobs. O'yin 2018-yil 11-dekabr kuni chiqarilgan. O'yin haqidagi musor ma'lumotlar tugadi. Endi bo'lsa o'yinni o'ynab, u haqidagi fikrimni aytaman. O'yinni kirishini o'zi o'ylab topgan. Kirgandan qandaydir tanga berdi. O'yin menyusi chopilmagan. Mir soldat qilish ham chopilmagan. Yaxshi, hozircha hech narsa chopilgani yo'q. Displeyda Minecraftda yo'q tugmalar, funksiyalari ham bor ekan. Misol qilib aytganda F5 tugmasi. Yana bundagi personaj Minecraftdagidan ko'ra uzunroq ekan. Turish xuddi bodringga o'xshagan. Hech qaysi tekstura Minecraftdan chopilmagan. Minecraft haqidagi o'zimning fikrim juda ham zo'r, chunki bunaqa Minecraft, ya'ni o'zini teksturasi, o'zini ofitsialnisi, menyusi hammasi o'ziniki. Boshqa Minecraftlarnikiga o'xshab chopilmagan. Bu ancha zo'r. Endi keyingi Minecraftga o'tamiz. Bizning keyingi o'rinimiz bu Realm Craft. O'yin versiyasi 6.4 versiya. Oxirgi yangilanish 2025-yil 7-aprel kuni kelgan. Yuklanmalar soni 100 millionta. Android 7.0 versiyadan boshlab ko'taradi. O'yinni chiqargan kompaniya Tellurian Mobile. Endi o'yinni o'ynab unga baho beramiz. O'yinga kirishi chopilmagan. Loading ham Bedrockdan chopilmagan. Nimaga bizlar menyuga chiqarmadi? Prям o'yinga kirgizib yubordi bizlar. Ta kirgandan menga nito bo'lgan narsa bu qo'l. Shu qo'lga bitta bodring yetishmayapti-da. O'yin teksturasi polni Bedrockdan chopilgan, faqat barglarda biroz o'zgarish bor ekan. Inventardagi hamma tekstura o'ziniki ofitsialnisi ekan. Nether ham Bedrockdan birga bir qilib chopilgan ekan. What the fuck? Bu gaz horror bashara bo'lib hayvonlarning teksturasida ancha o'zgarishlar bor ekan. Rudalarning teksturasi ham Bedrock Minecraftdan chopilgan. Oho, Minecraftimiz boshqa mavzu, personajimiz boshqa mavzu bo'lyapti-ku. Supermi bu? Nima bu? O'tak Minecraftdagi o'zimning fikrim normalniy, o'zining teksturalari ham bor ekan, Bedrockdan chopilgan ham. Nima ham deydi, kuchsiz telefonlar uchun bo'laveradi. Bizning keyingi o'rinimiz Blockcraft 3D. O'yin ma'lumotlari. O'yin versiyasi 2.21 versiya, oxirgi yangilanish 2025-yil 7-may kuni kelgan. Yuklanmalar soni 100 millionta. Android 6.0 versiyani qo'llab-quvvatlaydi. O'yinni chiqargan kompaniya Vidlife Studio. O'yin 2016-yil 24-avgustda chiqarilgan. O'yin ma'lumotlari tugadi, endi bo'lsa o'yinni o'ynab ko'ramiz. O'yinga kirishi Bedrockdan ancha zo'rroq ekan. Bu ham prям o'yinga kirgizib yubordi-ku. Kirgandan bu Minecraft o'ynashni o'rgatibdimi? Bu kim o'rgatibdi? Bu dadasi o'rgatibdimi? O'yin teksturasi bir qanaydir desk sifat, lekin ko'zga juda ham yoqar ekan boru. Hozircha hamma narsasi o'ziniki. Kirgandan uy qurishni o'rgatar ekan. Bu Minecraftni endi boshlaganlar uchun normalniy variant ekan. O'yin syujeti menga yoqdi. Ya'ni uy qurishni o'rgatadi va keyingi bosqich o'taverasiz. O'yindagi teksturalar hammasi o'ziniki ekan. Yana bu o'yinda ham F5 tugmasi bor ekan. O'yin menga qolganlardan ko'ra ko'proq yoqdi. Sizlar ham tortib o'ynashinglarni maslahat beraman. Bizning 4-o'rinimizda bu Multicraft. O'yin versiyasi 24.3. O'yinda oxirgi yangilanish 2023-yil 17-sentyabr kuni kelgan. Yuklanmalar soni 10 millionta. Android 5.0 versiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Buni ham Startos Mobs yaratgan. O'yin 2019-yil 22-aprelda chiqarilgan. O'yin ma'lumotlari tugadi, endi bo'lsa uni o'ynab baho beramiz.
O'yinga kirishim Minecraft'dan emas, lekin boshqa fake'lardan chopilgan. Menyusi o'ziniki ekan. Mir ochib emas ekan, faqat o'zini bitta miri bor ekan. Hozircha hech narsa Minecraft'dan chopilmagan. Tak, o'yin atmosferasi Minecraft'dan chopilgan. Ba'zi bloklar esa Minecraft'dan chopilgan, ba'zilari esa chopilmagan. O'yin grafikasi esa menga yoqdi. Ko'zni og'ritmas ekan. O'yin kartasida qandaydir uylar bor ekan. Yana bunda o'zining mebellari ham bor ekan. O'yinni bomba qilib ishlashgan. Agar sizni telefoningiz Minecraft ko'tarmasa, shu o'yinni o'ynab miriqib o'ynashingiz mumkin. Mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar esa kommentariyaga video haqidagi o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va videoga obuna bo'lib, kanalga like bosinglar. Sizlar bilan Shekar bo'ldi.